Mifologiya nima? Mifologiya miflarni o'rganuvchi soha. Miflar bular oddiy xalq ertaklari va folklorlardan farq qiladi. Mif bu qadim zamonlarda insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Biroq shunga qaramay miflar o'sha vaqtdagi insonlarning e'tiqodi, dunyo qarashi, qadriyatlari, hayot tarzi kabilarni o'zida mujassam etadi. Miflarda dunyoni anglashga yordam beruvchi bilim va hayolot obrazlari bir-biri bilan aralashib ketgan. Masalan, chaqmoq chaqishi, suv toshqinlari, odamlarning yo'qolishi, kasalliklarga chalinishi va yana inson avval duch kelmagan yoki u uchun mavhum bo'lgan voqealar, hodisalar ta'sirida miflar vujudga keladi. Inson mavhum narsadan qo'rqadi va noqulaylikni his etadi. Miya uni aniqlashtirishga harakat qiladi, biroq aql yetmagan holatlarda insonning hayolot olami faollashadi. Shu orqali to'qima voqealar, obrazlar paydo bo'ladi. Miya uni reallikdan farq etmaydi va xotirjamlikni his qiladi. Masalan, chaqmoq sababini bilmagan odam chaqmoq ma'budini, o'lgan odam ruhi qayerga tushishini bilmaganlar o'liklar olami haqida o'ylab topadi. Mif o'zbek tilidagi afsona so'ziga to'g'ri keladi. Afsona lug'atda uydirma, to'qima, o'ylab topilgan hikoya kabi ma'nolarni bildiradi. Shunday ekan, qadrdonlar, mifologiyaga oid bilimlar sizga taqdim etilganida so'kinish, jahl qilishga hojat yo'q yoki darrov shirk keltiryapsan deya haqoratlashlarga asos yo'q. Men sizlar bundan xabardor bo'ling deyman xolos. Chunki miflardagi obrazlar kinolarda, serial va multfilmlarda o'zini namoyon etadi. Siz ularni ko'rib chindan bormikan, tarixiy narsamikan yoki shu kabi savollar bilan o'zingizni qiynab yurmaysiz. Chunki siz bundan allaqachon xabardor bo'lasiz. Imkon qadar siz uchun foydali va qiziqarli videolarni taqdim etishda davom etaman. We have a long journey ahead.